Mahsulot sotib olish uchun a'zo bo'lish. Savol. Assalomu alaykum. Teri asrash buyumlari va oziqlik mahsulotlarini sotib olish uchun a'zo bo'lishni shart qiladi ekan. Ammo a'zo bo'lish uchun hech qanday haq yoki shart talab qilmaydi ekan. Tarkibiga diqqat qilgan asosda oziqlik mahsulotini a'zolardan sotib olsak bo'lamdi. A'zo bo'lib mahsulotini sotib olsaqchi. A'zo bo'lsak bahoda azroq e'tibor qiladi ekan. Ko'proq sotib olsak qo'shib beradigan mukofotlari bo'ladi ekan. Setib olgan malimizga qarata nomer berdi ekan. O'zlari belgilagan nomeriga yozsa, keyingi oylik e'tiborli faoliyatidan bahramand bo'la oladi ekanmiz. Bu albatta iste'molchilar uchun. Agar men sotquchi bo'lsam, aslidagi bahodan azroq tuvan bahoda olib, shular bekitib bergan katalog, ya'ni baho jadvali bo'yicha sotsam, azroq foyda menga tava bo'ladi ekan. Agar o'zimiz iste'mol qilib foydasini ko'rgandan keyin atrofimizdagi do'st yaradlarga tavsiya qilsak bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Islom dunyosida tunilgan iqtisodshunos faqihlar, shundaqla ba'zi fatvo organlari shaxlatib setish shirkatlariga a'zo bo'lib savdo qilish usulini bir xil noma'lumlik, boshqalarning hisobiga boy bo'lish, mavhumlik va qimar shakllanish, savdo setiq tabiatiga, savdo setiqning yo'lga qo'yilish hikmatiga zid kelish jihatdan saxtapazlik, aldamchilik deb qaragan va bu turlik muomalalarni kishilarning mol-mulkini nohaq yevolishning bir turi. Bu islom shariati ko'zlagan maqsad nishonlariga mos kelmaydi. Chunki bu xildagi tijoratda maqsad tovar sotib olishlar emas deb muayyanlashtirgan va harom deb fatvo bergan. Agar biror shirkat mahsulotlarni sotish uchun a'zo bo'lishni shart qilsa, buni tuvandagidek ikki turga ayiramiz. Biri, a'zo bo'lib mukofot, bahoda e'tibor qilish va e'tiborli faoliyat qatorliqlardan bahramand bo'lish uchun shirkatga pul to'lash yoki ma'lum miqdorda tovar sotib olish shart qilinsa, yuqoridagi sabablar tufayli bu xil muomalami harom qilingan muomala doirasiga kiradi. Yana biri, a'zo bo'lish uchun pul to'lash yoki ma'lum miqdorda tovar sotib olish shart qilinmasa, bu xil a'zo bo'lib tovar sotib olish joiz bo'ladi. Chunki shirkatning ma'lum miqdorda nomer to'plagan a'zoga bahoda e'tibor qilish yoki mukofot berishni va'da qilishi shirkatning hadiya berishni yoki bahoda e'tibor qilishni va'da qilishidan iborat. Bahoda e'tibor qilish va mukofotlash hadiya doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, buningdagi noma'lumlik abu qilinib cheklangan doiraga kirmaydi. Bu turlik a'zolikda a'zo mukofot yoki e'tibor qilishdan foyda ololmagan taqdirdami ziyon tortmaydi. Islom dunyosi ittifoqiga tava Islom fiqh akademiyasi buni mushundoq ayirgan. Shundaqdimi bu xil a'zolik tuzumi bilan savdo qiladigan shirkatlar turli usullarni qo'llanish orqali savdoga qiziqtiradigan bo'lg'achqa, ba'zi shirkatlar usullarda bir-biridan sal farqli bo'lishi mumkin. Shariatda ba'zi muomalalar zulm, mavhumlik, noma'lumlik, jazona, qimar, yolg'onchilik va saxtalik bo'lganlik jihatdan harom bo'lib ketadi. Bu sababdan bu xil a'zolikqa qadam qo'ymoqchi bo'lgan kishi umuman tuvandagi bir necha ishga diqqat bilan qarashi lozim. 1. Bu shirkatning mahsulotlarini a'zolardan boshqalarga sotmaydigan bo'lsa, shirkatlar nomer to'plagan a'zolarga bahoni tuvalatib e'tibor qilganda ko'ringani bilan amaliyotda tovarning asli bahosini o'rlatib, ondan a'zolarga baho tushirib bergandek ustalik ishlatishi mumkin. O'xshash tovar boshqa bozorda topilmaydigan bo'lsa, shirkatning bundoq ustalik ishlatganligini a'zo bayqa olmasligi va e'tiborli bahoda sotib berdi deb o'ylab qolishi mumkin. Yana biri, a'zo bo'lish va mahsulot sotib olish mahsulotni ishiltish yoki boshqalarga foydasiga sotish uchun bo'lishi. Hargizmi e'tiborli faoliyatlar, mukofotlar va utishlar uchun bo'lmasligi lozim. Bo'lmasa, savdodan tovar sotib olib iste'mol qilish yoki uni sotib foyda olish ko'zlanmay, e'tiborli faoliyatlar, ta'lim sinash musobaqalari, mukofotlar ko'zlangan bo'ladi-da, bumi yuqorqi sabablar tufayli cheklangan doiraga kirib qolishi ehtimolligidan yiroq bo'lmaydi. Bu turli savdoni ba'zi olimlar cheklaydi. Chunki bu savdo garchi ko'rinishda normal savdo shaklini olsa-mu, mazmun jihatdan tovar sotib olib foydalanishdan, ta'lim sinash va utish doirasiga o'tib ketgan. Yana ba'zilari mubah deb qaraydi. Shirkatlarning bu xil qiziqtirish usulini qo'llanishi yaxshi emas. Bu xil a'zolik shart qilingan savdolarda eng xatarli tarafi siz deb o'tgan tavsiya qilish bo'lsa kerak. Chunki bu xil savdolarda a'zo bo'lg'uchining
bu mahsulotlarni ishlatdim, mundaq unumini ko'rdim, undaq foydalikan degandek mubolag'a va g'araz aralashgan ta'sira so'zlari bir xil qo'ymachilikqa o'xshab qoladi. Odatda ishlatib sinab boqqan mahsulot ta'siridek tabiiy bo'lmaydi, balki tashviqot va qiziqtirish tusini oladi. Bu xil qiziqtirish mahsulot unumi haqida yolg'on so'zlash va mubolag'alashtirishdan xoli bo'lmasligi mumkin. Shunga a'zo bo'lg'ichi buningdan saqlanishi lozim. Agar shirkatlar a'zodan mahsulot unumi haqida tashviq qilishni shart qilgan yoki a'zo foyda olish uchun mahsulotni maqtamoqchi bo'lgan taqdirda maqtashda haqiqatdan oshirib o'tmasa, tashviq qilish cheklanmaydi. Yolg'ondan yoki oshirib maqtasa, xaridorlarni go'llasa, hukmi harom bo'ladi. Bu ahvolda xaridorning tovarni yandirib berish haqqi bo'ladi. Shirkatlarning a'zolariga sunadigan e'tiborli faoliyatlarning turiga diqqat qilmay bo'lmaydi. Bahoda e'tibor qilish yoki mukofot berish qimor doirasiga kirmay, hadiya doirasiga kiradi. Ammo ma'lum nomer to'plagan a'zoning talay musobaqalarga qatnashtirilishi qimorga berib taqilishi mumkin. Chunki musobaqaga qatnashquchi ozg'ina bo'lsa-mu badal to'laydigan bo'lsa, musobaqa qimorga aylanadi. Shirkat yoki biror do'kondan sotib olgan tovarlarning talonlarini shart qilishimi, ma'lum nomer to'plashmi musobaqaga badal to'lab qatnashish doirasiga kiradi. Gumon qo'zg'aydigan savollardan biri shuki, nima uchun bu turli shirkatlar mahsulotlarni sotish uchun a'zo bo'lishni shart qiladi? Nima uchun boshqa sotish o'rinlarida do'kon ochib kirgan har qanday xaridorga tovar sotmaydi? Taxi ba'zi shirkatlar a'zolardan birarsining u shirkatning mahsulotlarini do'konda qo'yib sotganligini bilib qolsa, uning ustidan da'vo etishi mumkin. Natijada bu ish mahsulot sotishdan iborat normal tijoratda ko'ringani bilan mohiyatda a'zo to'plash va a'zolarning nomer mukofotlari, musobaqa va talay o'yinlardan pul tepishni ko'zlaydigan ish bo'lib chiqishi mumkin. Shirkatlar sifatlik ba'zi mahsulotlarni sotish orqali ishning haqiqatini yo'gaydigandek bir xil ustuliq ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bu sababdan Amerika qatorliq ba'zi davlatlarda mahsuloti yo'q turib a'zolik tuzumi bilan pul topmoqchi bo'lgan shirkatlar qonun kuchi bilan taqib etilgan. Mahsuloti bor shirkatlar taqalmagan bo'lsa-mu, taqamaslik nurg'un tanqidga uchragan. Bundan necha yil burun shoxlatib sotish shirkatlaridan Amvoy qatorliqlarga a'zo bo'lib savdo qilish to'g'risida harom degan fatvo berilgandan keyin bu ishni qilayotgan nurg'un taqvodorlar bu ishni tashlagan edi. Keyin uzunga bormayla Xitoy hukumati bularning faoliyatiga chaq qo'ydi va ma'lum pallaga chiqqan a'zoni jinoyatchi qatorida sudga tortadigan bo'ldi. Demakchi bo'lganim, bu turli savdolar qarmoqqa halolda ko'rinib qolishi, tez vaqtda osonla boy bo'lishni va'da qilishi har kishini qiziqtirdi. Lekin mohiyatda bu ishning xatoligini kofirlarmi bilib yetgan va uni cheklamay turolmagan. Burun ulamolarning fatvolariga quloq solmaganlar amdilikda qonun tarafidan sudga tortilishdan qo'rqib bo'lsa-mu to'xtagan. Yana ba'zi dastlabki bosqichdagi a'zolar, hatto dinda o'qiyotgan qisman xonim-qizlar bu vaqtdagi fatvolarga pisand qilmasdan choy mehmondorchiliklarda, hatto xatmi Qur'on va vaz tabligh so'rinlaridami bu turli kirim buyumlarini, oziqliq mahsulotlarini bozorga solib kelmoqda. Yig'ib aytsak, shoxlatib sotish va a'zolikqa pul to'lash yoki ma'lum miqdorda mahsulot sotib olishni shart qilgan savdo usuli cheklanadi. Ammo undaq bo'lmaganda mahsulotni boshqa yerdan sotib ololmagan yoki sotib oladigan bo'lsa-mu qimmat bahoda sotib oladigan bo'lsa, badalsiz a'zo bo'lib sotib olib ishlatsa, normal tariqada sotsa bo'ladi. A'zolardan sotib olib ishlatsa yoki sotsami bo'ladi. Albatta, mahsulotning o'zi halol bo'lishi kerak. Uningdan boshqa turlari, ya'ni a'zo bo'lib nomer to'plash va e'tiborli faoliyatlardan bahramand bo'lish, boshqalarga mahsulot unumi va foydalarni tashviq qilish, yangi a'zo tepish va yangi a'zo qo'shqanlikdan yangi a'zo sotib olgan har bir mahsulot sababidan kirim qilish qatorliqlarning ba'zilari haromga berib taqiladi. Yana ba'zilari shubhalik doiraga kiradi. Musulmon degan bu turli shubhalik ishlardan yiroq turishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Halolmi aniq, harommi aniq. Ularning orasida qolgan shubhalik ishlar bor. Bu ishlarning hukmini nurg'un odamlar bilmaydi. Shubhalik ishlardan hazar qilgan odam dinini va obro'yini pok tutgan bo'ladi. Shubhalik ishlarni qilgan odam chegara cho'risida pada boqadigan cho'ponga o'xshaydi. Pada chegaraga kirib qolishi mumkin. Har podshohning bir chegarasi bo'ladi. Allohning chegarasi Allohning harom qilib bekitgan ishlardan iborat. Quloq solinglar. İnsanның badanida bir tishlam go'sht bor. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi.
u buzilsa butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.